Nima bitib ketyapti? Menga o'rgatma kir yuvishni. O'zim bilaman. Xotin! Bugun payshanba. Voy dadasi, chining. Bola uydami? Dadam tarvuz olib keldimi? Oyim tayinlagandirlar-da, bugun payshanba-ku. Payshanba bo'lsa nima qilibdi? Jur tarvuz yeymiz. Xotin? Bugun payshanba. Bo'ldi dadasi, payshanba deb. O'g'illaringiz ham katta bo'lib qoldi. To'g'ri desini. Dadasi, keling, yaxshisi bitta parol o'ylab topamiz. Kir moshina ishlamayapti deganim, bu iloji yo'q deganim. Ha, xotin. Dadasi, kir moshina ishlamayapti. Ha, xotin. Yur endi. Dadasi, kir moshina ishlamayapti. Dadasi, kir moshina ishlayapti, bolalaringiz ketdi. Yuring. Kir mashinang boshingda qolsin. Hamma kirlarimni qo'lda yuvib chiqyapman.